O'ylab qarasam, mana shu 3 ta avlodning faqat o'zigagina tegishli davri, o'zigagina shaxsiy suyuklisi va o'zigagina tegishli yulduzlari bor ekan. Otamga tegishli yulduzni menga tegishli Dahoni o'g'lim suygan Galeadorni otam qabul qila olmasligi turgan gap. Biroq bu Italiya hammamizning Italiyamiz edi. Otam ham, men ham, o'g'lim ham Italiyani birdek tanirkanmiz. O'yinni ko'ra turib sezib qoldim shuni. Otamga ham, menga ham, o'g'limga ham tanish bo'lib ulgurgan Italiya hammamizni so'nggi soniyalargacha kurashga o'rgatib qo'ygan ekan. Hammamiz bir xil holatda muxlislik qilib o'tirdik. Oxirigacha. Yo'g'ay hozir uradi derdi otam, men va o'g'lim. Oxirgi soniyalarda bo'lsa ham g'alabani yulqib oladi degan ishonch hammamizning ko'zimizda, tungi uchlarda ham yaqqol ko'rinib turardi. Lekin futbol yovuz o'yin ekan. Bir asrda bir marta bo'lsa ham noto'g'ri yo'lda ketayotganlarni bir martaga bo'lsa ham jazolar ekan. Bu voqea otam 70 ni qoralayotganda, men 40 dan oshganimda o'g'lim 18 ga kirganda sodir bo'ldi. Hammamizga birdek tanish bo'lgan va hammamizda birdek tasavvur uyg'ota olgan yagona terma jamoa o'rtamizdan chirt etib uzildi. Moviy libos dasturxon ustiga yoyilib tushgandek bo'ldi. Aşk mezara kadar